Sizlarning ham shunaqa shogirdlaring bormi? Hozir ko'rsataman. Tomlarni ketib qoladi. Jinni bo'lib qolasizlar, qarab turing. Kobalt mashinasini kalotga qo'yishni olib qo'yganman. Kalotga qo'yish kerak. Hozir mana bu bolaga aytdim, kalotga olib chiq, ashta ekansan dedim. Bu bola kalotga kirib ketdi. Mana kirdi uji. Kirib kalotga oladi. Mana qo'lida kalotkasi bor. Kalotka bilan chiqdi. Mana uji qo'lida paqir bor. Paqirni menga berdi-da, kalotkani olib chiqib ketdi mana. Qo'lida kalotka. Hayolni paqirni olib chiqib ketyapti bu bola. Xo'p, endi ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqdi, qo'lda paqirni o'rniga kalotka ko'tarib ketyapti mana. Bo'ladi, hozir endi nima qiladi qaranglar. Qo'lda paqir o'zicha, lekin kalotka, hayolda paqir. Olib borib mana 20 metr idishga paqirda suv quyish kerak. Ha. Nimadir kamda hozir, nimadir kam bo'lyapti paqir. Bila. Vaqtdan men chiqdim. Kalotka berasan desam, qo'lda paqirni o'rniga kalotkani ko'tarib ol. Paqirni menga berib qo'ying. Bobo hayratda. Nima qilish kerak bu shogirdlarda? Ana, endi kalotkani beradi, kirib sekin paqirni oladi. Kiradi, ana. Kirdi. Ha. Endi sekin borib paqirni olish kerak. Paqirni olib qaytib chiqdi. Nima qilish kerak bu bolalarda? Hayol qaytdi. Mahalla kim qaqirayapti? Maladi.